Endi sen barchasidan xabardorsan, Zumrad. Otang seni o'rmonga adashtirib kelishga o'z xohishi bilan rozi bo'lmagan edi. Axir nima uchun o'gay onam bunday qildi? Billur momo aslida kim o'zi? Men bilan yerto'laga tushishga rozi bo'lsang, barcha savollaringga javob topasan. Tayyormisan? Men tayyorman. Biror momasida bu yerto'lani so'nggi qo'riqchisi. Bu yerda barcha olamlarning yomon shaxslari asirlikda saqlanadi. Ko'zlarimga ishonmayman. Men ham ishonmagan edim. Bu Tom Riddle'ni taqiqlangan sevgi damlamasi ta'sirida tug'ilgan o'g'li Voldemort. U sehrgarlar maktabini egallab olib, yagona hukmdorlikka erishmoqchi bo'lgan sehrgar Potter tomonidan mag'lub etilib, umrbod shu yerda asirlikda. Bu esa ichidagi g'azab tuyg'usini yenga olmagan o'rmon qirolichasi Maleficenta, Malika Avrorani uyquga mahkum qilgan va shahzoda Filip tomonidan mag'lub etilgan. Bu esa butunlay aqldan ozgan odam. Unga yaxshisi e'tibor qilma. Bu esa bilishimcha juda uzoq olamdan ekan. Bizga tunda ko'rinuvchi osmon bor-ku. O'sha osmonni egallab olishga harakat qilgan ekan. Bu yer haqiqiy aqldan ozganlar zindoni desak to'g'ri bo'ladi. O'yjon, Qizim, Zumradim, meni qutqargani keldingmi? To'xta Zumrad, bu sening onang emas. Oynaga aslo qo'l tekkisa ko'rma.